Biz Andijon viloyati Asaka tumanidagi obyektimizda asosiy fasad qismi devoriga va sokol fundament qismlariga to'liq termopanellarimizni o'rnatib, uy xonadon egalariga topshirdik. Xonadon devori va sokol fundament qismlariga nimalar qildik va qancha rasxod ketdi, shu haqida ma'lumotini bilish istasangiz, ekranga yaqinroq kelib joylashib oling. Fayzli xonadonimizni devori va sokol qismini o'lchaganimizda 580 kvadrat chiqqandi do'stlar. Xonadon egalari bilan 85 million so'mga barcha xizmatlari, materiallari ichida dogovor qilgandik. Ushbu fayzli xonadonimiz devori va sokollariga termopanellarimizni o'rnatganlik haqidagi video syomkani video oxiriga joyladik do'stlar. Agar sizga yoqsa, kommentariy yozib, like bosishni unutmang. Termopanel o'zi nima va qanday mahsulot? Termopanel o'rnatish uchun devor qanday holatda bo'lishi kerak? Shu haqida sizlarga qisqacha ma'lumotni tushuntirib beraman. Termopanel devorga o'rnatish uchun devorga suvoq qilish shart emas. Yozni anomal issig'idan salqinlikni yaxshi ushlab, qish faslida uyni iliq saqlaydi. Nam sho'r o'ziga olmas. Devorga tushgan chiziqlarni 100% yopuvchi va kunni issiq sovug'iga chidamli termopanellarimizni sizlarga tavsiya etamiz. Siz istagan rangda va zamonaviy ko'rinishda buyurtma asosida termopanellarimizni tayyorlab, uyingizni devoriga o'zimiz olib borib o'rnatib beramiz. Biz hozirda Atachento, Traventin, Gipki kamen va termopanellarda o'zimiz ishlab chiqarib, ichki tashqi devorlar va fundament qismlariga aytib o'tilgan mahsulotlarni buyurtma asosida o'zimiz olib borib o'rnatib kelyapmiz. Sizga termopanel narxi qiziqmi? Unda aytaman. 1 kvadrat termopanelimiz hozirda barcha mahsulotlar va devorga o'rnashi bilan 165 ming so'm bo'lib, uy egalaridan faqatgina uzoqda bo'lsa yotoq joy va oziq-ovqat bilan ta'minlab berishadi. Termopanellarda devorga o'rnatib bo'lingandan keyin biz termopanellarimizni sifatiga 15 yildan 20 yilgacha kafolat beramiz. Atachento, Traventin, Gipki kamen va termopanel ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Aytib o'tilgan mahsulotlar haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun yoki buyurtma qilish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, to'liq ma'lumotni olishlari mumkin. Ushbu videoni yiliga devorini ta'mirlab bezor bo'lgan do'stlarga yuborib qo'yamiz. Ana qara, ko'rsa ko'z quvnaydi. Zo'r. Termopanel issiq sovuq tushar ekan. Yozda muzdek qilar ekan, qishda issiq qilar ekan. Uni tevasida gipgigami yuvsa ham bo'laverar ekan. Albatta, men o'zim ham uyda shundan qilganman-ku. Zo'r. O'zim ham bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim-da. Hozir bola chaqa loy surkaydimi, boshqa bir ishim yo'q. Oldinlar chizma devorga deb baqir-chaqir qilardi. Hozir bemalol zo'r ekan. yuvib ishlatilyapti.
Endi qishda ham issiqqina o'tiramizda. Albatta.